Xuddi mana shu ko'ylakni modellashtirishini ko'rsating deb so'rab qoldi bir obunachim. Qani ketdik. Oldi va orqa qismlaridan 3 cm dan yoqa o'rnini belgilab, ayon nuqtadan ko'krakgacha chiziq o'tkazib olamiz va yoqani kesib, ko'krak vichkani yopib olamiz. Keyin 1,5 cm ni proymaga ochib, ayon nuqta bilan yengni ayon nuqtasini bir-biriga solishtiramiz. Ikkalasi bir xil bo'lishi kerak. Mana shu yerda 1,5 cm nima uchun ochish kerakligini keyingi videoda aytib o'taman. Ko'pchilik tikuvchilar mana shu yerga 1,5 cm ochishmayapti. Nima uchun bilmadim, lekin albatta ochilishi kerak. Keyin yoqadan 4-5 cm tushib, pastga ayon nuqta bilan tutashtirib olamiz va buni kesib olamiz. Orqada ham xuddi shunday, yoqada 3-4 cm tepadan pastga tushib, ayon nuqta bilan proymani ayon nuqtasini o'lchab, uni ham chiroyli qilib, plavniy qilib tutashtirib kesib olamiz. Bitta videoga sig'madi, davomi ikkinchi videoda.